O'zbek adabiyotining yorqin va zabardast shoirlaridan biri shubhasiz Usmon Nosirdir. Usmon Nosir o'zbek Lermontovi, o'zbek adabiyotining chaqmoq shoiri. Shoir atigi 32 yil umr ko'rgan bo'lsa-da, o'zbek she'riyatiga ulkan meros qoldirishga ulgurdi. Usmon Nosir 1912-yilning 13-noyabrida Namanganning Chuqurko'cha dahasida tavallud topgan. Shoir 4 yoshligida otasi vafot etadi. Onasi Nosirxo'ja ismli insonga turmushga chiqib, Qo'qonga ko'chib o'tadi. Nosirxo'ja yosh Usmonni bolalar uyiga topshiradi. Usmon Nosir maxsus internatda ta'lim oladi. So'ngra Samarqand davlat universitetini tamomlaydi. Bo'lajak shoirning ilk she'ri Haqiqat qalami bo'lib, 1927-yilda Yangi yo'l gazetasida bosib chiqiladi. Shundan so'ng Quyosh bilan suhbat, Safarbar satrlar she'riy to'plamlar yaratgan. 1937-yilning 27-yanvar kuni Usmon Nosir adabiy faoliyatining 10 yillik yubileyi keng nishonlanadi. Biroq bayramdan yarim yil o'tib, Yozuvchilar uyushmasida yosh shoirning xalq atvori muhokama qilingan majlis bo'lib o'tadi. Yig'ilishdan 2 kun o'tib, 14-iyul kuni endigina 24 yoshga to'lgan Usmon Nosir Yozuvchilar uyushmasi a'zoligidan o'chiriladi va hibsga olinadi. Usmon Nosir ayni ijodiy kuch-quvvatga to'lgan 25 yoshida qamalib, qatag'on qilinadi. Chunki mustabid tuzum millatparvar, vatanparvar insonlarni o'zining eng ashaddiy dushmani deb hisoblar edi. Shuning uchun ham shoir umrini qamoqxonalarda azob-uqubatda o'tkazib, 1944-yili 32 yoshida vafot etadi.